Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Malikada 23 yoshli yigit sotuvchilarni qariyb 6 milliard so'mga uxlatdi. Toshkent shahrida 2002-yilda tug'ilgan yigit Malika savdo majmuasidagi telefon do'konlarining 11 nafar sotuvchisini 5 milliard 800 million so'mga chuv tushirdi. Qalampir.uz sud hukmi bilan tanishdi. Hukmga ko'ra 2002-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan S.U. 2024-yilning iyul-avgust oylarida 11 nafar sotuvchidan qiymati 5 milliard 800 million so'mdan ortiq bo'lgan 300 dan ortiq iPhone va Samsung telefonlarini muddatli to'lov asosida bo'lib to'lash sharti bilan olgan va mazkur telefonlarni o'zi topgan mijozlarga sotib yuborgan. Pullarni esa o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Joriy yilning 30-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida ayblanuvchiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Sudda S.U. aybiga to'liq iqror bo'lib, yetkazilgan moddiy zararlarni qoplash uchun imkoniyati yo'qligi uchun yengillik so'ragan. Sud uni jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 168-moddasi firibgarlik 4-qismi A bandi bilan aybli deb topgan va unga 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Shuningdek, S.U.dan 5 milliard 800 million so'mdan ortiq miqdordagi yetkazilgan zarar undirilishi belgilangan.